Assalomu alaykum. Turkiyas medik olimdan biz O'shdan Qirg'iziston O'sh shahridan davolangani keldik. Kelib, masalan, sharoitlar yaxshi. Operatsiya qilishdi, Parkinsonik. 5 yildan beri og'rirdim. Parkinson bo'ldi. Operatsiya qildi, davolasa ko'rmaganda bo'lib ketdim. Qoltiroqlar yo'q, hamma yo'q joyida. Yaxshi bo'ldi. Haligi O'rxon Arslan degan professor operatsiya qildi. Yaxshi yigit ekan. Xudo xolasa kasallanishga ko'mib ketamiz-da. İnşallah. Sharoitlar yaxshi, yaxshi qarashdi. 4 mahal ovqat, yaxshi sharoiti yaxshi ovqat, xilma-xil ovqatlar. Yaxshida shunchalik bo'ladi-da, lekin bo'lgandan biz lyuks xonada yotdik. Lyuks xonada. Lyuks xonada nevaram, o'g'lim billaydi, o'tiribdi, ketib qoldi. Kim bo'ldi? Kampirim lyuks xonada yotdik. Yotib davolandik. Qizlar kelib xabar oldi. Kechasi 12da ham keladi qizlar. Kelib xabar olib dalillarni o'lchaydi. Joyida, xudo xolasa shunchalik bo'ladi-da. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Turkiyas Medical Lab'ga tashakkurlar.